100 kilovat quyosh paneli hozirda 150 million zararga olib keldi. Noto'g'ri montaj hisobiga. Hozir birgalikda sababini ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, 120 ta quyosh panel o'rnatilgan, lekin bu yer hozir ishlamayapti. Sababi noto'g'ri montaj hisobiga. Bu eski inverter juda ham yaxshi inverter, lekin kuygan. Sababi nima desalaringiz, mana uyda o'rnatiladigan nagruska ko'tarmaydigan kabellardan foydalanishga. Bundan tashqari 15 ta quyosh panel o'rnatiladigan joyga 20 ta quyosh panel o'rnatishga. Buni biz hozir 0 da montaj qilyapmiz. Deya brendidagi inverterlarni olib keldik. Mana Deya brendidagi 100 kilovatlik inverter hozir montaj ishlari ketyapti. Mana kabellarni ko'rib turibsizlar. Yerdan gofra bilan olib ketib montaj qilyapmiz. Tayyor daromad manbai bo'ladi bu yerda. O'sha ortiqcha energiyani sotish mumkin edi yoki bo'lmasa o'zini masalan energiya ehtiyojini o'zini qoplash mumkin edi, lekin 1 yil davomida ishlatilmagan. Shuncha narsa, shuncha quyosh panel xarajat qilingan, lekin ishlamagan. Albatta quyosh panel xarid qilayotganingizda ularning ishlariga, mutaxassislariga e'tibor bering. 100% servis xizmati bo'lsin. Mana bizda servis xizmatlari ham bor. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.